eng arzon vodikalarimiz arzon narxda Nexia 2 avtomashinamiz keldi. 1.6 dona super kontener. Kontenerlar ham zo'r ishlar ekan. Balonlarni ko'rishinglar, to'rtta balonlari yangi holatda archib. Salon qismlari akkuratniy. 2015-yil 160 ming probekda, ashkalarda zo'r holatda. Radnoy chexollari, temir gazlari, koriylari, barlari, 906 Magic pult, video registratorlari, 903 mi, 906 mi pultlargacha bor ekan. Shumkalargacha qildirib qo'yilgan. Kraskasi kelgan bo'lsak, bitta oldi krilo yuzaki, ichlariga umuman o'tmagan. Orqa kriloda bir qarich pitno joyi ham bor ekan. Qolgan joylar top-toza motor hadovoylarda umummashlar yo'q. Shumkalar bilan bilasizlar, Nexia 2 tiniq holatda yuradi. Nuqson joyini ko'rmadim. O'zingiz uchun ko'rib tekshirib, keyin notarsa pulini berasizlar, konteynerlarga ishlar ham mashinamiz. Laboy ham zavodskoy ekan, shunga yechtirmagan ekanlar. Kichkina shu joyda dazib bo'lgan ekan. 2015 dan beri shu spiralli laboyda yurgan ekanlar. 01 partiyada gen daveri safon xohlagan hujjat bo'ladi. Bu mashinamizni $4800 ga bera olamiz. Ma'lumotchi mashina Namangan shahrida.